Assalomu alaykum. Agar sizda jinsiy zaiflik, erta bo'shanish holatlari, jinsiy mayl xohishi yo'qligi, sovuqsirab tez-tez hojatga qatnash holatlari bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam urug' ko'rsatkichlari zaif, past bo'ladigan bo'lsa, bemalol sizda mana Potenziy mahsulotimiz 9 ta giyohdan tashkil topgan, asosiy buni tarkibidagi ta'sir qiluvchi tangatali hamda Osiyo viagrasi, Cordyceps hamda reishi qo'ziqorinlar hisoblanadi. Bundan tashqari buning ichida selzeriy, qora murch, sappan, yapon qizil o'tlari, Xitoy ko'k choylari qo'shilgan. Juda ham yaxshi buyrak siydik yo'llarini tozalaydi, testosteron miqdorini ko'tarish qobiliyati bor. Bundan tashqari sizda erkaklarda ortiqcha yog'dan xalos qilish holatlari ham bor. Jinsiy zaiflikda, bepushtlik holatlarida, sportdagi nagruzkalarni ketkazish maqsadida ham juda ham o'zi samaraga ega. Tarkibidagi sink hisobiga sochni qoraytirish hamda soch o'stirish xususiyatiga ega, bemalol oilaviy baxtli yashashingiz uchun sizga tavsiya qilamiz.